70 ming so'm penakli 30 ta gazoblok, 25 ming so'm kafir kelay, u ham 40 ta 45 ta gazoblok. Lekin qaysi biri sizga vigidna, qaysi birini plyus minusi bor, uni birga ko'rib chiqamiz. Penaklida agar gazoblok teradigan bo'lsangiz, bir dona penaklimizning narxi 70 ming so'm bo'ladi yoki 80 ming so'm bo'ladi. U grammi kilosiga qarab o'lchanadi. Bir dona penakli bu oddiy penakli emas, akfan chekasi ishlatadigan. Bu penaklimiz yopishadi, lekin ishmaydi, bu ko'tarilmaydi. Shuning uchun bu gazobloklarda ishlatiladi, yopishadigan joylarga ishlatiladi. Bir dona penakli, masalan 1 kiloligi 40 dona yoki 35 dona, 30 ga 20-62,5 o'lchamdagi gazoblokni 40 donasiga yetadi. Endi kafil kiloga keladigan bo'lsangiz, kafil kiloda bir donasi 25 mingdan 50 ming so'mgacha bo'ladi. Endi gazoblokka o'rta miyoni 30 ming so'm, 25 ming so'mligi ham bo'ladi. 45 dona o'rtacha shunaqaga yetadi. Bir qopida 25 kilo bo'ladi. 30 ming so'mdan hisoblasangiz ham shunga hisob kitobni chiqarsa bo'ladi. Penakliga uriladigan bo'lsa, birinchi plyusi gazoblok butun holatda sug'urib chiqarsa bo'ladi. Ikkinchi plyusi sement yo'qligini hisobiga, izolyatsiyani, havo o'tkazishlik qisman kamayganligini hisobiga uy issiq turadi. Kafil kiloda yopishtirganingizda mustahkamligi u ham qisman yaxshi bo'ladi, lekin bitta minusi sovuqroq bo'ladi, sababi sement bor tarkibida. Ko'chiradigan bo'lsangiz butun holatda chiqmaydi. Gazoblok sinib chiqadi, u tabiiy narsa, chunki uni ushlashi shunaqa yaxshiroq bo'ladi. Agar hozirgi qilgan videoyimiz sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga jo'natib qo'ying. Bitta yurakchani bosib qizartirib qo'yasiz, bizga podpiska bo'lib qo'ysangiz degan joyi nima deb to'xtab tugadi yashin.